Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana biz taxmonlarimizni ustanobga qilish jarayonini boshlab oldik. Hozir dastlabki jarayonidamiz. Mana taxmonlarimizning eshiklari. Hop. Mana shogirdimiz dastlabki jarayonda mana. Mana shogirdga bitta like bosib, yurakdan qizartirib qo'yasizlar mana. Asosiy Mebilikdan asosiy ishchilardan. Hozir. Hop. Shkaflarimizni polnisi mashinamizga olib oldik. Endi hop, yo'lga chiqamiz. Kuzatib boringlar, ishimizni hammaga omad. Hop, mana bu sonunda joyimizga kelib oldik, lakasamizga. Bitta narsalarimizni tushirib oldik. Ro'paramizga shkafimizni joylaymiz mana. O'sha hamma instrumentlarimizni kelganmiz. Zborniy bo'lib, mana bu yerga shkafimizni joylaymiz. O'zinglar mumkin. Bu tarafimizda yana ikkita taxmonimiz bor. Betini o'ziga obshipka turib, ichiga polkasi bor. Uchta polkani qo'yib qo'yiladi bo'ldi. Shu mana kuzatib boringlar. Короче, like bosib, podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Do'stlarga uloqtirib qo'yasiz. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, bemalol aloqa qilasiz.